Yarim kechqurun soat 3:16 5-oktyabr biz jamoa bilan Samarqand tomon yo'l oldik. Samarqandda trener, mani Mironshoh akamni bodybuilding musobaqasi bo'yicha chempionat. Xullas, bez priklecheniya bo'lmaydi. Balon teshilib turibdi, qaranglar. Yo'lga zapas balonimiz ham yo'q, kluchimiz ham yo'q. Xullas, priklecheniya boshlandi yo'lda. Itashi buni qaranglar, buni qaranglar. Kelinglar. Kecha bitta jo'ramiz, mana o'zlari yotiblar, qahramonimiz. Bilmayman kimga nervs qildilar bu yoq kimga nervs qildilar bilmadim. Mana. O'ynani mana bitta telefon otib o'ynani sindirdi. Mana bitta telefon otib. U ham hammasi emas. Xullas, Suyis sergilikdan olganman buni. Mana ofitsialniy dillerdan. Ey, balonni shishkasini. Xullas, Qoliqjon Vines YouTube kanalida sizlarni dahshatlari oldinda kutib o'tiribdi. Sizlarda ajoyib yangiligimiz ham bor. Kutib o'tiringlar. Biz Samarqand tomon yo'l oldik. Yomon sovqotdim. Ro'parosa bir 50 minut kutdik. Akamiz bizani Toshkentdagi joydan kutib olib, kelib balonimizni yamab bersa keldilar. Aksariyat holatda buziladimi shunday ko'pchilik balonni yo'q. Faqat meniki shunday bo'lib qoldimi? Yo, yamaga tushganda asosan Nechi bo'ldi? Soat 4. 5 bo'lyapti. 5 bo'lyapti. Ertalab 5 mana syomka qilyapmiz. Aka, ismingiz nima o'zi? Ozodbek. Ozodbek aka, sovuq qotib ketdim. Mana oilalari uchun kelib mana mehnat qilyaptilar. Bu qadrlash kerak, baribir. so'ngdagi kamera dag'arlashini qarang. Erkak kishidan omad yuz bermasin deydi-ku, hamma mehnat qilib, mashaqqat qilib oilasiga non aytadi. Aka, uylanganmisiz? Ya. Uylanganmi? Uylanmaganmisiz o'g'lim? Ya, endi xudo. Nechinchi yil? 2004-yil. Ibi mana 2005-yil ukam ko'rsin. Ha. Bitta radnoy ukam bor. Holat mobaynda qiziq qanaqa holatlar bor bo'lgan. Bizda asosan shu zapaskasi yo'q chaqiradi, mana shunaqa. Endi hech qachon eng qiziq nima dedi? Asosan hech qachon bizga shoshmaydigan odam tushmagan. Hamma chaqirgan odam shoshayotgan bo'ladi. Oke, shoshyapman dedi. Lekin kelishimizda endi bitta narsasiga aniq qildim. Siz oke kelyapsizmi qilmadingiz? Yo, akajon, endi bu yo'l avaram bor. O'shanga dadam aytganlar, bacham. Qo'y, bu yo'lda shoshiltirma. Bu yo'l bo'lsa deganlar. Eson-omon keladi. Siz kelganingizcha akajon, tunamimizni o'ldik. Mazza qilib pechkachalari yo'qdik. Xullas, shunday biz ham mana uylangan. Endi oilamiz shu mana ko'chalarga yuribmiz. Xudo xolasa, nima bo'lgan bunga endi? Bu balon chaynab tashabdi o'zi, baloningiz. Qog'ozsiz yurib qo'ygansiz. Nima degan? Mana bu qog'ozsa yetgan payt siz o'sha payt yurmaganingizda shundoq to'xtab, chetga olib anaqa qilganingizda yaxshi bo'lardi. Hozir mana holat mana bunaqa chetini yeb qo'ygan o'zi balonni. Hozir o'zi mana bu yonida ipi bo'ladi-da. Ip emas, rezinkani o'zida qolgan. Hozir ishirib ko'rsataman ham, o'zi shishga berib yuboradi. Bu bo'lmaydimi endi bu balon? O'zimiz bilan shu razmer balon olib kelganmiz, Hancock, yaxshi razmerda. Ana akaginam. Buni ana taqib yuboramiz, xudo xolasa. Aytaman, bu balon keltirib o'zingiz bilan primerna qanchalarga aylanadi endi? Hop, sanasi yaxshi, ana yaxshi balon olib kelganmiz. Endi men o'zingizga ideal emas u. Yurgan. Muhimi yaxshi balon, shishkasi. Men просто Samarqand borib, конечно, u balon bilan Toshkentgacha borib olaman, конечно. O'shanaqa muammo bo'lmasligini hisobini olib, sizga boshqa balon olib kelganmiz. 400 mingga taqib beramiz o'sha balonni. Balonni o'zini. 400 ming, opshi qanchaga aylanibdi bizga? Xizmat haqqi bilan akajonim? Xizmat haqqi hisoblanmaydi. Sizga balonni o'ziga pul bersangiz bo'ldi. Katta rahmat akajonim, baraka toping, rahmat. Xudo xolasa eson-omon Samarqandga yetib olsak, sizlarni Samarqandda dahshat shunaqangi butun O'zbekistondagi eng nima deydi, sportni sevadigan va sportni yaxshi ko'radigan qachoq akalarni ko'rsataman sizlarga. Bu balonni hozir olib tashlaymiz-da. Shunchalik ham azob bilanmi? Lekin Xudoga shukr. Sizlarga yoqibdimi kontent? Unday bo'lsa like bosinglar, podpiska bosinglar. Atak men xolos, YouTube bermasam ham bo'ladi. Chiroyli yurtaman YouTube'da. Asosiysi bizda hammasi jaydaricha, hech narsa o'zimizdan qo'shilmagan, ssenariy ham yo'q. Hammasi hayotiy. Ha, akaginam.
Любой krugda bo'lsa kerak shunaqa joylar. Любой krugda. Umuman qizig'i yo'q, mashina balonni teshilib tushgani yo'q. Oynalarni sindirgan. Balonlar shishga bergan. Ana men yo'llarga qo'yganmiz a. Umuman pinagini ham buzgan yo'q. Lekin ana shu men qalin yuram. Iloj yo'q. Shunday bo'lgani uchun yaxshi ko'ramiz. Bular sovqot ketdik. Diyor aka bitta sizni ham olaymi? Endi keling men sizga operator. Diyor akam hozir YouTube'da syomka qilyaptilar. Mana bu yerda bobom bor kiyimlar bilan. 5 bo'ladi sovuq. Oynanoy. Ertalab soat 6 bo'ldi. Xullas sarguzasht davom etadi. Go'zal manzaralarni ko'rib, biz Samarqand tomon yo'l oldik. Samarqand sayqali ro'yi zaminas, Buxoro Qubadu islomiy dinas deganday Samarqand tomon yo'l oldik. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom eting. Andijondan aka, addushi omadlagi. Mirosh aka bilan birga keldik. Ha. So'rasa qo'y. Ha, men trenerimda o'xshi. O'sha yaqinimiz bilan. Podержkaga ki dedilar, men uchib keldim aka. Ha, 3 oyda dedilar 70 kiloga zo'r bo'lasan dedilar. Xudo xolasa. Siz o'zingiz necha kilodan? 80 kilo. 80. Men qatnashmayman men. Shogirdlarim olib kelgan. Ha, trenersizmi? Ha, men trenerimman. Addus bodybuilding sohasini endi tushunishga harakat qilyapman. Endi sevyapman. Даже Instagramda полностью bodybuilding. O'shanga aytmoqchiman, bu yerda o'zi nima bo'lyapti o'zi? Diamond Cup hozir международный xalqaro turniri bo'ladi. Ko'plab kategoriyalarda sportchilar kelgan, boshqa davlatlardan ham. O'zimizda ham dastoyni chempion va hammasi kategoriyalar chempionlar qatnashadi. Xudo xolasa katta musobaqa bo'ladi. Hamma medal O'zbekistonda qoladi deb Xudo xolasa niyat Addushi aka. inshaalloh. Xudo xolasa. ham qattiq tayyorlanishgan inshaalloh zo'r chiqadi. Mirosh o'zi ham istifat qiladi Shunaqa. inshaalloh. Mana shu ustozni bir ko'raylik dedim. Qani nima qilaylik? Birga poddershka qilamiz. Ha, nasib bo'lsa, baqiramiz nasib bo'lsa. Ha, Omad. Yirtilguncha. Iloyim. Tushundingizlar qanaqa? Nima bo'layotganini? Bachalar. Assalomu alaykum. Aka. Trener? Aka siz ham sherik ekansiz-da, u Kachov akalarni ko'ryapman. Yo'q, Kachov akalarni ko'ryapman deb uravermasalar yana men. Yo'q, hammasi ham urishdi. Addush akajon. Trener? Bugun shunaqalarmi? Assalomu alaykum. Necha kiloga bugun siz, xudo xolasa? 100 na atrofios. 100? Nasib bo'lsa, shogirdiz aytdingiz-ku, vaqti yo'q, shogirdim yo'q, vaqt dedingiz. Mana keldi, shogirdiz. Endi sizni bir va'dangiz bor, xudo xolasa. Nima deydi? Shogirdingizni individualni shug'ullantirib, 3 oylik armiyaga. 3 oylik armiya desangiz ham mayli. Ana Toshkentga kelasiz. Mani uyimizga bitta kvartirada yashaymiz. Zavtragimni, obedimni, ujinimni, xullas 5 mahal ovqatimni полностью syomka qilamiz. Itagicha xalqqa ko'rsatib beramiz hammasini. 3 oylik rezultat. Ertalab kardiolog berasizlar masalada. Farqi yo'q. Men shu narsani aytish uchun ham Samarqandga keldim. Mana erkakcha qo'l tashyapman. Xudo xolasa 3 oy просто siz ham bitta narsaga va'da bering. Zavtragini tayyorlaysiz, bilasizmi? Obetim 5 mahal ovqatimni siz pishirasiz, to'g'ri tushundingizmi? Men yotgan bo'laman, uyqudan turg'izib, turing ovqat yeng deyishsam mumkin, to'g'rimi ustoz? Urib turishsam maylimi? Xohlagansiz. Xullas, qachon chiqasiz siz? Hozir adbor 12da bo'lsa. Shunaqa. Pizza yeyishga boramiz, davro berganlar. Yo'q. Yo'q, rostdan davro berganlar. Mumkin emas. Pizza yesalar semirasizlar. Ortiqcha jir. Hozirdan men sizlarga aytib borishni boshlayman. Nasib bo'lsa Andijondanmi aka? Andijon. Xudo xolasa omad aka. Necha yoshdasiz? 23 yoshda. 23 yoshda? Necha yildan beri shug'ullanasiz? 3-4 yildan. 3-4 yildan beri. Haddushi, men ham saflaringizga qo'shilay inshaalloh. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Tanijon, sog'mi, charchamayapsiz akajon? Aka bitta savol beraman-da. Nimaga hamma nastirnasi yo'q? Bular bugundan suv ichmagan почти. Kechasi xohlagan ovqatini yemagan. Aka, men ham sushkadan kelyapman. Mana qarang, rezultatni qarang. Bular bugun xotini bilan ham uxlamagan. Mana gastritida. Ha, o'sha uchun Настроенияsi yo'q. Hozir salkinroq sahnaga chiqsa, bu yerda ayollar o'ylarini ko'rib, undan keyin portlaydi bolalar. Emotsiyalarni ko'rasizlar. Так, юниор физик, собираемся от 15 до 23 лет. Gaz! Addushi, ana mana siz Все сюда, идемте.
Юниор. Boshlandi. Xudo xohlasa boshlandi. Если что, можете одеться, тапочки взять, со мной там сзади вы снимете, чтобы не заболели. Если кому что надо. Вы поняли? Вы слышали сами? Intervyu chiqishni boshlagan. Mana. Aka, chiqolsin bugun xudo xohlasa. 3 soatdan keyin chiqamiz. 3 soatdan keyin? Men kutaman. Sizni ham trenerimni ham kutaman. Yo, hozir og'izlardan so'rab olmasam, hozir men paytim aytdingizmi? 5 kilosiz? Men 10 kilo. Ha, bo'ladi, bevor. Necha kilo? 15. Yo, men necha kilo qilasiz? 75. 75. O'l. Jarrimasa qarang 90 kun bo'ladi-ku. 89-kuni 5 litr suv ichirib oladi. Unaqa o'ldirmoqchiman bilaman. Xullas, 3 soatdan keyin chiqasizmi? Avtobusni qayerdandir aka baqiraman, yorayotgan bo'lsam, o'sha men bilaman. Bilmadim. Yo'q, men ham hozir mana sushkadan kelyapman, mana sushkadan kelyapman. Issiq joyga faqat bu yoqqa chekibsiz-da. Ha, sushkadan kelyapman. Qanday? Mana Bir xil bo'libdi. teriga suyak yopishganda mana. Hozir saperniklaringiz qaysi bir kuchlisizdan deb o'ylaysiz? Hammasi kuchli masalan. Xursam, Raufam, nima ham so'qam bo'lsam, masalan, mashina tayyorlangan. Nechinchi o'rinni olaman deyapsiz? Endi nasib chiqaylik, sahnaga ko'ramiz. Nima bo'lsa qat'iy nazar, mag'lub boshlangan yo'q-ku. Mag'lubiyat bo'lsak, men hamma joyda bor-da mag'lubiyat, to'g'ri? Ya, u normal. 3 oydan keyin zo'r bo'lib qaytamiz. O'sha 3 oy mobaynida men ham zo'r qilish kerak-da, shuni aytmoqchiman. Bo'ldi. Navor qilamiz ko'miz. Adish. Men 5 kilo, siz ham 5 kilo olasiz. Nechta pitsa yedingiz kecha? Bitta butun katta pizzani. Treneringiz nechta bu yedi ekan? To'g'risini ayting ana endi. Hozir hammasini baribir zapis qilindi. Aha, nechta bu treneringiz nechta? Ayting. O'chirib yorarlar gruppada. Yo'q, aytmaylar. 4 ta pitsa yebdilar kattasidan. 3 tadan keyin tam sezibdilar, bratanim. Mana, bu yoq. Trenerlari, ha? Siz ham. Sizda ham shikolat yeganlaringiz bor? Boshlandimi? Boring, boshlang. Boshlandi. Xullas, biz kutgan onlar keldi. Prosta super tashkiliy ishlar. Men O'zbekistonga bodybuilding sportini bunday jadal rivojlanib ketishini to'g'risi men o'ylamagandim ham, takchi men bilmagandim ham. Tanjoni sog'ma Nega o'tiraydi mana bu yoqqa? Tabriklayman. Bodybuildingni O'zbekistonda yanada rivojlantirayotganiga. Habibulla Nizamov bilan tanishdik va O'zbekistonda shunday ko'tarinki ruhda bodybuilding sportini tashkillashtirganligi uchun rahmat aytdik. Eng qizig'i bodybuilding sportiga O'rta Osiyodan, Qozog'istondan ham ko'plab atletlar keldi. Kazakistan, очень приятно, Baurum, sen zo'risan. Besparmoqchiymizmi? Adushi. Assalomu alaykum, qayerdansiz? Farg'onadan. Farg'onadan, ha? Necha yildan beri trenirovka qilasiz? 6 yil. 6 yil? Молодец. Maşallah 6 yildan beri trenirovka qilyapti. Men bilan san oliy yurimiz darmayet. Qara, maşallah qayerga kelyapti. Yo, bana. Menga qarang. Biz yurgan ekanimizda vayno qo'ling ol, chopib qachon berding? Mana apalani gavdasini qarang. Bitspsi deydi, bitspsi ajralib chiqqan. Mish ajralib chiqqan apalani. Apalar sushka qilgan apalar, qaranglar. Hozir men tushunmayman nima bo'lyapti, lekin trenirovka qilgan apalar ham bor. Mana. Muskullari o'layagar manikidan katta, qara. Yaqinlashib ko'rsatsangiz ham mayli. Presti qara, presti. Qo'l bir 28 bo'lsa kerak. 28? Necha yildan beri aka trenirovka qilasiz? 19 yil. 19 yil. Gap yo'q, lekin yo'q, ha bitta, davay bitta ko'rsating ham. Ko'rsatayman men ham. Ko'rsating. Umrim bo'lmasa tanimmanki bodybuildingdaman. O'sha aytamanda emotsiyalar ko'rsatsa ekan. Anchadan beri kutgandik buni katta sahnalarni. Xudo xolasa, bundan ham bardavom bo'lsin akajon. Men ham o'zim qiziqyapman, to'g'risi. Nasib bo'lsa, menda ham bor.
Yopiq bo'ladi, absolyutga. Aka, 3 oydan keyin gaplashamiz. Xudo xolasa. Mendan katta bo'lib ketmasangiz, qalay rozi emasman lekin. Endi nasib xudo avvalambor bir turnovka qilaylik qani. Qiling. Har kimga ham emasligini lekin bilaman, shu narsani bilaman. Ha, disiplina, mehnat. Ishlash kerak, ovqat yeyish kerak. Tiqing, topgan narsangizni tiqing, sizga havasi ketaveradi. Men dadam uy yo'l deganlar topgan narsangga. Sirni aytaman, dietada emas siri. Siri, mana shu chiqasiz, Samarqandning oshini tiqib yuraverasiz, yaxshi bo'lib ketadi. Aka Buxoro borsangiz, Buxoroni zig'ir oshdan men yediraman, so'x oshlardan yediraman. U anaqa dietический oshda, cho'g'asi bez bermaydi. Bizga o'sha yaxshi. Men Buxoroga boraman, siz bilan dietический oshimiz. Mazza. Aka bitta narsani aytaymi? Men hozir bu yerda kelyapman, juda ko'p o'zimga aka orttiryapman, do'st orttiryapman, yangi bir auditoriya orttirayotganman, juda ham xursandman. Sportni asosiy vazifasi shu odamlarni biriktirish. Chunki hamma odam, bu yerda yig'ilgan odam bitta ideyaga balet qiladi. To'g'risi, meni ham asosiy maqsadim xuddi shunday ediki, men kelib o'zimni ko'zim bilan ko'rib, xudo xolasa shu trenerim bilan men ham bir mehnat qilay, mashaqqat qilay. Bo'lishingiz kerak. Nasib, xudo xolasa. Lekin 1 yildan keyin. Endi ana shu video nasib etsa 1 yildan keyin qo'yiladi. Tamam. Addish akajon, rahmat. Juda xursand bo'laman, omad. Rahmat. Mazza, zo'r gap yo'q. Misol uchun men boshqacha tasavvurda kelgan edim, kelishdan oldin даже repetitsiya ham qilgandim. Bularga nima deyman, nima qo'yaman? Shablonlar tayyorlagan edim. Bironta shablondan foydalanmayapman. Hamma addushi, просто addushi o'zini saveti o'zini kasbini, bodybuilding kasbini juda yaxshi ko'radi, sevadi. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Вы очень круто. Я обом болел. Мне, если честно, стыдно стало. Я вам видел и начинаю. Вы откуда? Казахстан. Казахстан, очень приятно. А Узбекистан вам понравился? Очень красивый город Самарканд. Спасибо большое, добро пожаловать. Жалко, что у нас мало времени. Мы бы очень хотели бы посмотреть, поглубже узнать вашу культуру, но, к сожалению, время не позволяет. Без проблем, вот мой номер возьмите, я вас все везде я провожу. От души. Вам удачи, спасибо большое. Mana, apalar bilan ham tanishdik. Voy, taqimodim. Instagramlarni olaman. Xotin, rashq qilma, ishim shu. Sportga hayotni berish mana shu. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisizlar? Xalaqit qilmay dedik. Hozir nima foyda trenovkadan oldin bunday qilyaptilar? Endi maksimalli muskullar pamp holatiga keladi, ya'ni o'sha maksimalli ishadi. Ha, o'sha uchun ham hozir ajinma qilib olyaptilar. Bu charchamaylarmi? U ko'p energiya yo'qotib, bunaqa charchamaylar. Endi ma'lum miqdorda charchaydi-yu, baribir ham bu narsa kerak-da. Misol uchun muskul hozir o'sha ajinmani bu narsa qilib tipa har xil упражнение qilib muskullarni shiryapti-da. Shu tarang holatiga keltiradi. Addush akajon, endi bilib o'rganamizda so'rab akajon. Katta rahmat, tanishgandan xursandman. Ism Xolquzon aka. Charchamanglar. Aka, pam bo'lib ketdi. Qo'lingiz addushi, qo'llaringiz pam bo'lib ketsin. Sog'lommi? Xudo xolasa. Nechta safarningiz? 4 ta, xudo xolasa. 4 ta? Ustozlarimiz ham bor, Bobur aka. Meni ham ustozim bor, Miron aka. Xudo xolasa, omadlarini bersin, omadingiz bersin. Xudo xolasa, nasib etsa bir 2 yildan keyin siz bilan mana yerga chiqay. Rahmat aka, inshaalloh. Xudo xolasa. Ana bratga xalaqit qilmay, so'mga qilish kerak. Hammani gazini berayotgan brat o'sha kishi. Qoch, aynal, bo'sh qo'y, presni bo'sh qo'y degan bratan shu. Ya lekin men assalomu alaykum avvalambor to'g'risi kirib kelganimdan xafa bo'lmanglar.
Uspet qilmayib turaman, lekin jon kuydirayotganingizdan to'g'risi maza qilib o'tirmiz. Ana shu uchun ham O'ylamda aha, ukalarim bitta komanda joni sog' bo'lsin aka. shogirdlarim, takже trenerimiz bor Bahромjon Boymirzayev shu komandani. Assalomu alaykum akajon. Bu kishi sushkada hozir. Tushunasizlar, o'zining musobaqasi ham o'zi tayyorlangan, ham bolalarni podgotovka qilgan musobaqaga. Hammasi men ko'rib turganinglar shu bolani mehnati, ustida ishlab, individualniy trenirovkalar qildirib shu kungacha keldik. Xudo xolasa, o'zlaringiz yorug'. Gaz! Hadi, o'z gazni siz topganmi deylayman, ha? Kimdir gaz deb ko'rsin, biz u bilan sudda gaplashamiz. Va bizga gaz ham yo'q da aka. Adushi omad hamma akalar, omad. Junior yosh bachalarda, ha? Adushi, assalomu alaykum. Musobaqada chempion bo'lsangiz, sizdan intervyu olamiz, ha? Adushi, ismingiz nima? Ibragim aka ismi. Ibragim qayerdan? Farg'onadan. Farg'onadan. Xudo xolasa, ana shu video hozir chiqasizmi? Ha, soat 1 soatda chiqadi. Nasib bo'lsa chempion bo'lsangiz, nasib bo'lsa ana Instagramga ham tabriklab qo'yaman. Adushi. Hozir nima, sushkada yotibsizmi? Tushkada men dam olyapman, ayoli bo'shashtirib yotibmiz. Молодец. Omad. Rahmat aka. Hammaga ham emas, mana bunaqa bu yosh, hammaga ham emas. Mana bunaqa bu. Ha, bu, ha? Yo'q, meni oldimga qilmanglar. Nechanchi yil? 2004. Xullas, shuni tushunib yetdim. Bodybuilding ko'chaga chiqib kachok bo'laman, kachok har kimga emas ekan u narsa. Yani yeb o'tirgan narsalarni qarang, shunaqa emotsiyalar. Sushkada mana yeb o'tirgan narsalarni, даже non yemaydilar. От души. Siz bo'ladi. Xullas aka biz ham kuzatasiz, ha? Demak, Instagramda bir-birimiz go'shimizni yurganingizda xabaringiz bor. Ha. Пожалуйста. Xudo xolasa trenerim Toshkentga borib, individualni 3 oy men bilan shug'ullanar ekanlar. Endi shu odam ertalabdan to 5 vaqt ovqatimga tayyorlab berishgacha ishonasizmi? 100% ishonamiz. Xudo xolasa men ham ishonaman bratan. Addushi. Men ham ishonaman shu insonga. Nasib bo'lsa bugun yuzlari yorug' bo'ladi. Hozir nima bo'lyapti? Menga trener ayting endi. Kraskani boshlaymiz. Sekin-sekin birinchi sloy, keyin ikkinchi sloy. O'zi spirt bilan tozalab oldik. Salni teri qurishi uchun. Badanni spirt bilan tozalab oldik, ha? Lekin butun O'zbekistonda men xudo xolasa intervyuimiz chiqsa, nasib bo'lsa katta ketishmasin, lekin hammasini ochib tashlayman. Chunki men o'zimga qiziq bo'lyapti. Bodybuilding sohasi menga o'zimga qiziq bo'lyapti. Sizlar qarshi emassizlar, sizlar g'alati qilmayman. Sushkadagi akalar uryormanglar mana. Ha, xudo xolasa. Kelasi yil o'zim qiziqaman. Ha, nasib bo'lsa kelasi yil men ham chiqaman. Va'da, shuncha erkakning oldida. Sushkada o'zi bilan qarsak cho'maylar. Avvalambor assalomu alaykum. Qayerdansiz akajon? Toshkent. Toshkentdan, ha? Gaz komandasida. Men to'g'risi aka bodybuilding sohasiga endi qiziqyapman. Birinchi meni intervyularimdan endi to'g'ri tushunasiz, men hali bunaqa informatsiyaga ega emasman. Sizda hozir hamma aytdi jahon chempioni, Osiyo chempioni deb aytdilar. Avvalambor tanishgandan xursandman akajon. Hozir sushkada siz shunaqa emotsiyangizni ko'ribmiz, u вообще da strayt da har kimga emas ekan. Hozir yeb o'tirgan 2 kunlab. Ha? 2 kunlab suv ichilmaydi. Suv birinchi ko'p ichiladi, kamaytirib oxirgi 2 kunlarda suv ichilmaydi umuman. O'shaning uchun общительный bo'lmaydi odam. Bu xarakteridan emas, просто shunaqa kuch bo'lmaydi, xohish bo'lmaydi odamlar bilan gaplashishga. Dam olish kerak, shuncha qilgan mehnatini ham 1 soatda hal bo'ladi, mana. O'shaning uchun risk kelmaydi, ko'p atletlar dam olib yotadi. Mana bunaqa ta'mi yo'q narsalar. Hozir bu nima bu aka? To'g'risi boya qiziq. Xlipsi guruch unidan qilingan, shakarsiz, tuzsiz, umuman ta'mi yo'q. Buni yeyish jarayonida organizmdagi yana qolib ketgan suvlarni tortib olish uchun yeyiladi. Yosh qizonni aldash uchun. Yengil. Aka 3 gram chiqadi. Omad, xudo xolasa, ana bir oltin medalni topganingizdan keyin yana bitta siz bilan intervyu qilaylik. Ha. Sushka payti tushundim, hech kimga gapirmayman. Aka, hadi kutgan va siz kutgan kunlar keldi. Mana trenerim Samarqandda o'sha trenirovka boshlayaptilar. Qittidan keyin sahnaga chiqadilar. Trener shogird degan shu-da. Ketdi. Hozir trenerning chiqish vaqtlari.
Xullas, Xudo xolasa yuzlari yorug' bo'lsin. To'g'risini aytaman, vallahi degaman, men 21-marta chiqishim. Aha. Birinchi marta onamlar kelibdilar, ko'rib o'tiribdilar. Juda ko'p valneniga, katta valneniga men jahon chempionatiga bunaqa valnamat saqmagandim. Akalar eslattiraylar, ilohim yuzingiz yorug' bo'lsin. Nima bo'lganda ham sizni yaxshi ko'raman. Siz uchun Samarqand keldim. Adushi bizga o'rin muhim emas. Xudo xolasa 3 oydan keyin qiladigan ishlarimiz, odamlarga foydali qiladigan ishlarimiz o'sha muhim. Nima bo'lgan taqdirda ham men Samarqandga keldim. Xudo xolasa 3 oydan keyin biz o'zimizni xalqqa ko'rsatamiz. Nasib bo'lsa nimaga qodirligimizni sizlar bizga ishoninglar, biz sizlarni Xudo xolasa uddalaymiz, hammamiz uddalaymiz, ha. 15 kilo, 15 kilo. Xudo xolasa. Keyin gaplashamiz, ha, o'g'lim. Xullas, mana Samarqanddagi sarguzashtlarimiz tugadi. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Nima deydi? Instagramda ham poddersha qilganlaringizcha, YouTube'ga Addushi poddersha qilinglar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarga yoqibdim kontent, unda biza like bosinglar, podpiska bosinglar. Atak men xolos, YouTube bermasam bo'ladi. Chiroyli yurtaman YouTube'da.